سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhtaram cemaatimiz, bugünlük gündəki mavzu egemenlik ve mekanı suyu degan gap ekan. Ya'ni mustaqillik va shu vatanni sevishga oid bo'lgan bob ekan. Biz shu bob to'g'rilik gapiramiz. Bu erkinlik, mustaqillik degan narsa biz o'zimizni dinimiz olamiz. Tarixni o'qiganlar, o'qimaganlar, tarixdan gapirganlarni eshitganlar yoki televizordan ko'rsangiz shu din yetib kelguncha bo'layotgan kinolarni ko'rsatyapti. Bu sizga, bizga bu din oson yo'l bilan kelmaganligi hammaga ma'lum. Bu din bizga yetib kelguncha qanchalagan sahobiylarni, tabaqalarni, tobiinlarni qonlari to'kilgan. Qanchalagan odamlar o'z yurtlaridan mahrum bo'lgan, haydalgan, yoki shu dinni e'zozi uchun qochgan, yoki din xizmati uchun hijrat qilgan. Bir joydan ikkinchi joyga ko'chmoq, o'z yurtini tark etib o'zga yurtda yurmoq din uchun hazakam ish emas. Safarga chiqayotganlar tirikchilik deb ko'ryapti ko'zlari buni. Bugungi kundagi safarlar osoyishta, hamma yo'g'i bor, shundoq bo'lsa ham uyini sog'inadi. Vaqtdagi qochqin yashab, dinini erkin, musulmonligini oshkor qila olmagan, namozini ham bir xotirjam o'qiy olmagan davrdagi musulmonlarni dinga qilgan xizmati sizni biz aqlimizga sig'maydi. Tayyor ne'mat bu. Masalan, bir kitoblarni yozish uchun yillar ketgan. Hozir kitob yozish uchun oy ham ketmaydi. Undan bundan ko'chiradi, kompyuterga soladi, kitob tayyor. Ular o kitoblarni yozish uchun, ma'lumot yig'ish uchun u yurtdan bu yurtga hadis to'plamini istagan qancha muhaddislarimiz, qancha faqihlar yurtdan u yurtga borgan. Dinni e'zozi uchun shular umrlarini o'tkazib, uylanmagan ulamolar ashuncha. Endi bu din sizga, bizga yetib keldi. Uzoqqa bormang. Shu dinimizni o'zini himoya qilishlik uchun nomi bosmachi bo'lgan ota-bobolarimiz bor. O'z yurtiga o'zlari bosmachi bo'lib qoldi. Nima qildi ular? Yurtimizga kirib kelayotgan shu kofirlarning qo'liga bermaylik shu yurtimizni. Ibodatlarimizni, madrasalarimizni, masjidlarimizni bekittirmaylik deb harakat qilgan odamlarni bizni ko'zimizga bosmachi qilib ko'rsatdi. O'sha tasavvur hozir ham bor bizda. Ota-bobolarimizni yomon ko'rishni shunda o'rnatdikin, biz hozir ham falon qo'rbosh bo'lgan ekan, piston bo'lgan ekan deb hozir ham hurmat bilan gapirmaymiz, xonasiga qo'yganda. Siz savol bering o'zingizga. O'zini yurtiga o'zi qanaqa qilib bosmachi bo'ladi? Qanaqa yurtiga bosib kirgan bo'ladi o'zini yurtini himoya qilayotgan odam? Shular nimani himoya qildi? Paranjida yurgan onalarimizni paranjini eshtirgan kofirga qarshi chiqqan uchun bosmachi bo'ldimi? Qator madrasalar bo'lgan ekan. Misol shu Aravanskidagi jami masjid deyapmiz hozir. Necha yil muzey bo'lib turdi. Shu Aravansk eski shu O'shda
revolyutsiyagacha bo'lgan davridagi suratni ko'rsangiz, ana shu Aravansiydan tushib, mana bu chuqurlikka tushib kelardi, bozor kelayotgan. Hozir mos qilib tekizlab qo'yadi. Ikki chekadagi madrasalar, masjidlar 40 ga yaqin bo'lgan. Ashadan keyingacha. Bu nimani beradi? Yurtda madrasa, din borligini beradi. Qani shu madrasalar? Qani shu masjidlar? Ikki chekasida 40 ta madrasa bo'lsa quloq soling. 40 ta madrasada o'qitadigan domla bittadan bo'lsa ham 40 ta domla bor degan gapda bu. Holbuki madrasada bitta domla o'qitmaydi. To'g'rimi? Kamida 10 ta domla bo'ladi. Bu degani 400 ta domla dars aytardi degan gap. Bugun 400 ta domla bormi dars aytadigan? Bugungi kunda menman degan domla o'sha davr domlasi to'g'ri keladimi? Shuncha narsalar siz qo'limizdan ketdi. Nima uchun? Xudo bergan ne'mat qo'ldan ketdi. Nima uchun? Bu hammamizga ma'lum. Bu nima uchun qo'ldan ketgan hamma biladi. Alloh subhanahu va taolo takror o'zining muborak kitobida sizga bizga ta'kidlagan gapi bor. O'sha gapdan bittasi Ra'd surasida 11-oyat karimadan iqtibos o'rtasida bor shu oyat. Astagfirullah. Innalloha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Albatta Alloh subhanahu va taolo qavmdagi narsani o'zgartirmaydi toki ular o'zlari o'zgartirmagungacha. Alloh subhanahu va taolo ne'matni hech narsasidan berishi mumkin ekan. Berar ekan ne'matni. Ammo bergan ne'matini hech narsasi torta olmas ekan. Sabab bilan torta olar ekan. Sizga bizga hech narsa qilmasa katta ne'matlarni berdi Parvardigor. O ne'matligini tushunmasdan ham o'tiramiz biz. Nimaiki bu ne'mat deyapsiz-da hozir? Nima berib qo'ydingiz-da? Shu bergan ne'matni ularga Alloh subhanahu va taolo o'zimiz sabab bo'lganimizga olib qo'yadi. Sabab qana bo'ladi desa, yana bir oyat karim bor, uni ham ko'p eshitganmiz. In shakartum la azidannakum. Agar bergan ne'matlarimga shukr qilib, shu ne'matni to'g'ri yo'nalishga ishlasangiz, albatta men yana ne'matimni ziyoda qilaman. Va in kafartum, agar sizlar shu berilgan ne'matni to'g'ri yo'nalishga yo'naltirmasdan noshukrlik qiladigan bo'lsangiz, inna azabi lashadid, albatta mening azobim qattiqdir deb ogohlantirib qo'ygan. O'sha ne'mat nima desa, shu ne'mat mana shu erkinlik. Xotirjam kelib, masalan, 1:30 da o'qiladigan jumaga hozir siz bir bo'lmasdan kelib o'tirsiz. To'g'rimi? Demak, tinchsiz. Tirikchilik joyida. Masalaga kelib 2 soat o'tirsangiz ham tirikchilik ketaveradi yoki siz o tirikchilikka ehtiyojingiz yo'qligidan o'tirsiz xotirjam. Muammoingiz yo'q, g'amingiz yo'q, yetishmayotgan joyingiz yo'q. Xotirjamsiz. Shu ne'matmi, ne'mat emasmi? Xudo saqlasin. Hozir shu vaqtda bir kasalingiz operatsiya bo'layotgan bo'lsa, jumaga kelasizmi bitta kunda? Xudo saqlasin, juma ham o'qilmay qolishi mumkin-da. Shu odamlar bilan ovora o'qilishi mumkin. Yoki bir maqolimiz bor-ku, yomonlikni ko'rmaguncha yaxshilikni qadriga yetmaydi deb. Urush ko'rdik-a? Xotirjam bo'ldikmi shunda? Bo'lmadik. Kiyadigan kiyimimiz borligi uchun chiroyli kiyinib o'tiribmiz. Kerak bo'lsa kimlardir xotirjam hamon shu yo'lni soch soqolini tekizlab keldi. Yaxshi kiyimlarni kiyib kelib o'tiribdi. Odamlarning kiyadigan kiyimlari yo'q. Yuvingan sharoiti yo'q. Sovunga puli yo'q odamlar bor. Yag'iri chiqib ketgan odamlar bor.
yurtma-yurt qochib yurgan yoki yurtida urush bo'lib, shu ne'matni qadri yetmagandan boshqa urush kelgandan keyin juma o'qish tugul 5 vaqt namozni o'qiy olmayotganlar bor. Qonni to'ymayotganlar bor. Xotirjam uxlay olmayotganlar bor. Kerak bo'ladi bo'lsa ne'mat. Alloh taolo yana bir oyat karimada aytadi: agar sizlar men bergan ne'mat sanamoqchi bo'lsanglar, sanoga yeta olmaysizlar deydi. Bitmas tuganmas ne'matda turamiz-ku. Yana qaysi ne'mat deb savol so'raydi odamlar. Xuddi dadasiga ba'zi bir noshukur inson nima qilib qo'ygan dada bo'lib deydi-yu, bor-ku ichimizda shunaqalar. Dada bo'lib nima qilib qo'ygan deydi. Umrida bir odam, katta yoshdagi odam. Ayoli menga Mahmudjon, ona palonchi akasiga nasihat qilib qo'ying. Kechgacha qo'lda telefon o'ynab o'tiribdi. Ibodat qil deb qo'ying dedi. Ey odam bilan eskidan tanishmiz. U odamni 11 yoshimda o'qitganman, 10 yoshimda o'qitganman, o'zi shagird. 10 yoshimda o'qitganman, shuning uchun shu aya tanib, narsa deb qo'ying dedi. Boshqa gruppada ekan ekan. O'tirib undan keyin gaplashib o'tirib, bekor o'tirmasdan, laqillab, maqtana olmasdan, u bo'lgan, bu bo'lgan deyavermasdan, bir otangga, onangga bir umr qilsam bo'lmaydi dedim katta odamga. Nazam, menga otam men ham nima qilib qo'yibdi deyapti. Men yetim o'sganman, ko'chada qolib ketganman, ajrashib ketgan kelasi, o'lishib ketgan, nima qilib qo'ydi menga deyapti. Tushunyapsizmi? Shu otasiga, onasiga bir umra qilishga, ikki rakat namoz o'qishga yo bir tavob qilishga bo'yin egilmayapti. Nima qilib qo'yibdi menga deyapti. O'zini topilishiga sabab bo'lgan ota-onasini nima qilib qo'yibdi deyotgan odam ko'rib bilib turib, ko'ziga ko'rinmagan Parvardigorning ne'matini qaydan bilsin? Payg'ambarimiz alayhisalom aytadilar: "Man lam ya'rif nafsa lam ya'rif robbah" deydi. Kim o'zini kimligini bilmasa, Rabbisini bilmaydi deydi. Bu bola topilmoq osonmi? Bu bola topilmoq oson emasligini bolaga muhtoj bo'lib, bola ko'rmaganlar, bola tug'ilsa turmasdan o'lganlar, bolasi tug'ilsa nogiron bo'lganlar yoki tug'ilib balog'atga yetmasdan bolasi o'lganlar boladan qandoq topilishini qiyinligini bo'lar biladi. Sizlar bizga bunday berib qo'ydi Xudoyim. Qo'l ham ochganimiz yo'q bola topish uchun, boshda ham qashlaymiz, faqat ishdan yechdik xolos. Bola oladi deb o'ylaysiz-da. Shunday berdi Xudoy taolo. Ne'matmi, ne'mat emasmi? Endi shu odamlar shu narsalarni ko'rib, bilib turib shukr qilmasa, shukronasiga evaz qaytarmasa, bu ne'matni Xudoy taolo ovoladimi, olmaydimi? Aytayapti-yu. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, toki o'zlariga berilgan narsani olishimga sabab bo'ladi, keyin men ulardan bergan ne'mat tortib qo'yaman deyapti. Boya aytgan gapga aytaman. Alhamdulillah. Masjidlarimiz ochiq. Madrasadan ko'pi yo'q. Ayollarga ham madrasa, erkaklarga ham madrasa, masjidda ham o'qityapmiz mana 3 oy karantin ichida. To'g'rimi? O'zimiz ham kattalar jo'ra bo'lib, osha ham o'g'ilib kitob ko'ramiz, alhamdulillah. Mehrobda xolagan masalangizni xolagancha gapira olasiz. Erkinlik bo'lar, shuncha bo'lar. Hech cho'chimaysiz. Xolagan masjidga borasiz. To'g'rimi? Shunday erkinlik bo'lib turgan vaqtda shu erkinlikni qadri yetmasdan ko'ringan oqimga kirib ketayotganlar, Google shayxlarini orqasiga ergashadiganlar, aje telefondan birovlarni domla qilib olib, shayx bo'lib shuni gapi kirib, yillar davomida chiroyli intizom bilan ittifoqda bo'layotgan ibodatlarimizni suratini o'zgartirayotganlar,
e'tiqodimizga ta'sir ko'rsatadigan gapni qilayotganlar bu diniy erkinligimizni qo'ldan torttirib qo'yadimi, qo'ydimaydimi? Bu shaytonning malaklari. Yahud, nasroniylarni, massonlarni qo'g'irchoqlari dinni biz qo'limizdan oldirib qo'yadimi, qo'ymaydimi? Bular o'zlaricha biz dinga xizmat qilyapmiz, oyatga, hadisga yuryapmiz deydi. Go'yoki biz bir boshqa narsa yurayotgandek. Quloq soling akalar. Iroqni boshini yegan kim? Oqimlarmi? Siriyani boshini yegan kim? Oqimlarmi? Livanni boshini yegan kim? Oqimlarmi? Tojikistonda bo'lib o'tgan talash tortishni tagida o'sha oqim bormidi, yo'qmidi? O'zbekistonda qancha madrasalar bekildi, akalar. Masjidlar yopildi. Qancha domlalar nohaqdan qamaldi. Qancha domlalar qochdi. Nima uchun? Uzoqqa bormang. Mana shularning ta'siri. Shular sabab bo'lgan. Endi bular navbatda bizning yurtimizga kirib keldi. Xotirjam, baralla, mehroblarda masala qilishga yotdi. Odamlar ko'rib indamayapti. Ertaga Xudo saqlasin. Tek tursangiz siz bilanmiz. Chichqon eynini 1000 tanga qiladi. Tinchlikni, xotirjamlikni qadriga yetmayotganlar garillashni biladi, xolos bo'lar. Qo'lidan hech narsa kelmaydi. Qo'limizdagi erkinlikni tortib olib, Xudo saqlasin, masjidlar bekilsin deb oshkor aytmaydi. Dokument tashdir deydi. Bajarga javob bermasa, arxitektura javob bermasa, dokument qilganda ochsin, yopib tursin deydi. Bekitdi emas. Nima deydi? Arxitektura dokument chatoq ekan, bajarga javob bermabdi, yasanib-pisdan javob bermabdi deydi. Biz bekitmadik, shunga javob topsin deydi. Javobingiz bo'lsa ham topilmadi deb shu bahonada yopib qo'yaveradi kerak bo'lsa. Og'iz qayga aytasiz? Bir arzimagan bir karantin bahona masjidga chiqa olmadik-ku. Hayitlar o'qilmadi-yu. Tarovihlar o'qilmadi-yu. Shuna bo'ladi deb o'yladingmi? Esdan chiqdim bugun. Shu ne'matni qadriga yetaylik akalar. Agar qadriga yetmasak, hozir shu oyatdagi gap bo'ladi. Xudo taolo bir ko'targanda bu ne'matlardan mahrum bo'lamiz. Sekin sizni biz ichimizga kirib tahoratimizni buzdi bular. Mustahab qilma dedi. Shamollab qolasan dedi. Shamollab qolasan deb mustahab qildirmaydi. Qishida gallarog' qilib qora suvda tursa bo'laveradi. Beton quysa bo'laveradi. Kola ichsa, Pepsi ichsa bo'laveradi, shamollamaydi ular. Boshalan yursa bo'laveradi. Hammomdan chiqib, akboraga tushib, zakalasa qilyapmiz, sovuq suvga tushsa bo'laveradi. Ammo mustahab qilsa bular kasal bo'lib qoladi. Qarang gapni. Masjidlarimizdagi bo'layotgan ibodatlarni, madrasalarimizda bo'layotgan ibodatni to'sish uchun yoniga stadion qilib beryapti. Shiorni qarang. Sog'lom bo'lish kerak. Payg'ambarimiz alayhisalom baquvvat musulmon zaif musulmondan yaxshi deganlar degan gap bilan futbol o'ynayapti. Tennis o'ynayapti. Kamiga bilyarddan boshladi. To'g'rimi? Sen futbol o'ynasang, basketbol o'ynasang, bilyard o'ynasang, tennis o'ynasang sog'lom bo'lasan. Sen Xudoni suygan bandasi elanasan-u, buni o'ynamagan odam jismonan zaif bo'lib, Xudo taoloning oldida yaxshi musulmon bo'ladimi? Gapir. Sen hadisni oldin tushun. U hadisning yo'nalishi nimaligini oldin sen tushunchi. Masalan, quloq soling. Xolid ibn Valid roziyallohu ta'ala anhu
biror bir jangda kofirlik vaqtida ham, musulmonlik vaqtida ham yengilgan odam emas. Yengilmas sarkarda. Hatto u kishiga Payg'ambarimiz alayhisalom Sayfulloh, Allohning qilishi degan nom ham berdilar. Lekin Xolid roziyallohu anhudan dinimizga qilingan rivoyatni hadislar sanoqli. 10 ga yetib yetmagan hadis rivoyat qilganlar. Baquvvat qo'mondon. Ammo Abu Hurayra roziyallohu anhu shamolchi uchib ketadigan darajada arvoq edi bu kishi. Quvvat yo'q edi bu kishida. Mana shu gapirayotganlar aytmoqchi, zaif, kasalvan odam Abu Hurayra roziyallohu anhu. Hatto bu kishi masjidlarning eshigi tagida yotib qolar ekan. Titrab. Odamlar haligi tutqaloq tutib qopti deb jag'iga irim qilib oyog'ini bosib turar ekan. Abu Hurayra aytadilar, "Vallohi men tutqaloq kasalim yo'q edi. Yegani ovqat yo'qligidan, quvvatim yo'qligidan ontarilardim", deyapti. Ammo hadisni Abu Hurayrada qancha kelgan bilasizmi? Eng ko'p rivoyat qilgan sahobiylarning bittasi shu kishi. Hanafi Media. Abu Hurayra zaif jismonan. Bu kishi dinga qancha xizmat qildi? Baquvvat Xolid qancha xizmat qildi roziyallohu anhu. Kim yaxshi? Ularning fikrida Xolid yaxshi roziyallohu anhu. Men aytamanki, Xolidga nisbatan Abu Hurayra yaxshi. Chunki Abu Hurayraning hadislari bugungi kungacha yetib kelyapti. Xolidning nimasi keldi bizga roziyallohu anhu? Mehnatlar keldi xolos. O mehnat ham o'sha vaqtda tugadi. Yurtlar o'zgardi. Islom davlatlari yo'qoldi, kofirlar ustimizga rahbar bo'ldi, Xolidning mehnati yo'q bo'ldi xolos. O fath qilgan shaharlar kofirlarning qo'lida bo'lgan. Lekin Abu Hurayraning rivoyat qilgan hadisi mo'min musulmonlarning og'zida hali baralla keladi. Bu aytayotgan hadis Payg'ambarimiz alayhisolatu vassallam ta'vili shuna bo'ladi ekan, aqlan, iymonan, ilman quvvatlik bo'lgan mo'min aqlan, iymonan, e'tiqodan zaif bo'lgan mo'mindan yaxshidir degan gap bu. Yana to'g'rimi? Masalan, bitta barzangi ma'da kachok, kuchchora quloq men dinga xizmat qilaman domla dema naq tursa. Men uni oldi ichchasi ham emasman. Yoshim ham bir joyga borgan, savlatim ham yo'q. Unda bor quvvat menda ham yo'q. Shuni kim boshqaradi? Menmi, umi? Mendan masala so'raydimi? Nima qilay? Qayerga otay, qayerga chopay, qayerga qo'yib yuboray, qayerga yuguray degan pulni kimga beradi? Menga beradimi? U baquvvatmi, men baquvvatmanmi? U yaxshimi, men yaxshimanmi? Gapiring akalar. Shu chiqayotgan oqimlar bilan kurashayotgan kim? Ilmli odam kurashyaptimi? E'tiqodi baquvvat odam kurashyaptimi? Yoki savlati bor buqalar kurashyaptimi din bilan? Ayting. O savlatlar dinni buzishdan boshqa narsa yaramayapti. Hadisni oldin tushunsin. Mana shunaqa qilib bizni dinimizni ko'ringan ko'chalarga yo'rg'alatib olib borgandan keyin oqibat nima bo'ladi? Alloh saqlasin. Bu erkinlik qo'ldan ketadi. Lekin qanaqa namoz o'qishingizni, kimda o'qishingizni, masalalarni so'rashni tushishda ko'rasiz. Bir vaqtlarda falon domla desa men domla dema deb domlalar nomini yashirib qochgan ekan. O'zini tanimaydigan yurtlarga borib oddiy odamlar qatori hayot kechirgan ekan. Nima uchun? Domla ekan desa repressiya qilgan davrlar bo'lgan. Yo'q to'g'rimi? Shu boshimizga shu kunlar nima sababdan keldi? Boya gap, o'zimiz sabab bo'lamiz. Berilgan ne'mat to'g'ri yo'nalishga yo'naltirmaymiz. Keyin boshimizga har bir narsalar keladi. Yana bir oyat karimani o'qisam yaxshi bo'lar deyman o'zimcha. Sajda surasidan 11-oyat, 12, 13, 14 oyatlarni desak ekan
yuzaki tarjima qilishga harakat qilaman ma'nolarini. Qul astagfirullah. Yatawaffakum malakul maut allazi wukkila bikum summa ila robbikum turja'un. Kofirlar o'lsa yana qaytadan tirilamizmi? Xudoning huzuriga borsak, sen aytgan Xudoga hisob kitob beramizmi? deb unamaydi bu oxiratga. Hisob kitob yo'q deb fikr qiladi. O'sha gapni biznikilarga ham aytib, Alloh subhanahu va taoloning dargohida sen arzimagan degan narsani ham hisoboti bor. Desa, unchalik to'g'ri domla deydiganlar bor ichimizda. Bu oyatni o'zi qayta o'qiydi. Biz ham o'qiymiz. Takror ham eslatamiz odamlarga sajda. Faman ya'mal misqala zarratin khayran yara va man ya'mal misqala sharran yara. Kim kichkina bir misqol, ko'zga ko'rinmas, arzimagan savob yaxshi ish qilsa ham bo'lsa, shuni foydasini ko'radi qiyomatda. Xuddi shuni aksi bo'lgan. Kichkina hech kim buniga ham olmaydi. Gunoh ham deb hisoblamaydigan kichkina gunoh bo'lsa, shuni ham javobini beradi, hisobi bor deb turibdi. Biz unga o'yga boshalar namoz o'qish makruh deyapmiz. Bu ochiq gap bu. Xotirjam, deyapti. Ey, mustahil qilmasang namozing qabul emas. Bo'laveradi deyapti. Oyog'iga paypoq tiqiga mas tortgani namoz torat emas, uni namoz emas desangiz, u mehrobga imom bo'lib beryapti. To'g'rimi? Boshingdagi kepka musulmonni kiyim emas, undan hazar qil desangiz, kepkani qiyshaytirib olib keladi. Mana shunaqa kepkani qiyshaytirib kiygan o'rniga boshingga do'p kiysang bo'lmaydi desa, bu kiyimni teskari qilib namoz o'qish sunnat deydi. Tushunyapsizmi? Nimalar bo'lyapti? Masxaravozga o'xshab xotirjam kirib keladi xalqi kiyimda. Ey inson, bu masjid. Sen Allohning huzuriga kelding. Tavba qilgani kelgansan. Ezgu niyatlaringni oxiratini so'ragani kelgansan. O'tgan ota-onalaringning rahmatini so'ragani kelgansan. Qay holatda, qay shaklda kelding? Kibrona kelasan, boshingga bitta do'p kiyishga yaramaysan, men sunnatga amal qilaman deysan. Hop, sunnatga amal qiladigan bo'lsa, ilohiy senga Xudo hidoyat bersin, kuch-quvvat bersin. Qani aytchi, boshadan yurish sunnatmi, sunnat emasmi? Payg'ambarimiz alayhisalom biror marta boshadan yurganlik hujjating bormi? Payg'ambarimiz alayhisolatu vassallam biror marta boshadan namoz o'qiganlar to'g'ri hujjating bormi? Sunnatdan da'vo qilasan, qani aytchi. Hajda boshadan yuradi dedi. Sen masalani bilmasang. Hajda tursiz ham yuradi, ishtonsiz ham yuradi. Yur. Etang baylab ol ikkita ihrom bilan. Agar hajdagi boshalangni bu hayotga, oddiy hayotga shuni bahona qilib boshalang yursa bo'laveradi deyotgan bo'lsang, o'sha ihromni kiy. Kiyashin demaslik bir ko'ray. Ko'chada shunday, bozorda shunday, to'yda shunday bir ko'ray seni. U hol boshqa. Bu ibodat u. Sharti shu. Bu ibodat boshqa narsa. Farqi bo'lasan, bormaysan. Ana endi shu oyat karimada aytayapti-ki, o'shalarga aytingki, yatawaffakum malakul maut, sizlarni o'lim farishtasi joninglarni oladi. Wukkila bikum, bu farishta sizlarga vakil qilingan. Asli Xudo oladi jonni, lekin shu farishta Xudoning amri bilan oladi. Summa ila robbikum turja'un, keyin Robbingiz Alloh subhanahu va taoloning huzuriga borasiz. Qaytasiz, huzuriga borasiz. 12 oyatga nasabida. Walau tara izil mujrimuna naksu ru'usihim inda robbihim robbana absarna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Agar siz ko'rsangizda, bu payg'ambarimiz alayhisolatu vassallamga aytilgan gap emas. Siz bizga, ey agar inson sen ko'rsang edi, izil mujrimun, mujrimlar, gunohkorlar, ashnanaqangi g'ubordorlar, gargarlar, unamaydiganlar, kofir, munofiq, fosiqlar, nakisur o'sihim inda robbihim, parvardiyorini huzurida boshlari egiq,
qilgan ishiga pushaymon bo'lib tik qara olmay turgan bir ko'rsang edi, hozir ko'zini baqani ko'zdek loq qilib gapiradi bir narsa desang, go'layadi do'p kiyib ol desang, o'sha go'laygan ko'zlaring, ko'targan gavdalaring qiyomatda qandoq turgan bir ko'rsang edi, xomush bo'lib qilgan ishiga pushaymon bo'lib yerga sangillab, Robbana absarna, keyin bular nima dergan? Ey Robbimiz, ko'rdik. Ya'ni payg'ambar alayhisolatu vassallam bizni ogoh qilgan, ulamolar bizni solih ulamolar ogoh qilgan narsani ko'rdik ko'zimiz bilan. Va sami'na, va eshitdik. Dinga va'da qilingan narsani hammasini tasdiqlab, rostligini ham eshitdik shu yerda deganni ko'rsang edi. Farji'na na'mal solihan inna muqinun. Bizni orqaga qaytar, yana qaytib dunyoga. Biz solih amal qilib olaylik. Biz chin ko'ngildan ishondik deb yolborib, hijolat bo'lib, boshini sangilab turganini ko'rsang edi. Walau shi'na la'atayna kullan nafsin hudaha. 13-oy ekan. Agar biz xohlasak, har bir shaxsni hidoyatini bergan bo'lardik. Walakin haqqal qawlu minni la'amla anna jahannama minal jinnati wan nas ajma'in. Lekin mendan shu gap o'tdi-ki, deydi Alloh taolo. Albatta do'zaxni jinlar va insonlar bilan jam qilib to'ldiraman degan va'dam bor. Do'zax to'ldirishi men bilan hidoyatini bermayman deyapti. Nima uchun do'zax to'ldirish kerak deyilsa, bu do'zax shunaqangi bir katta hajmda yaratilgan bir azobxona ekanki, do'zax o'ziga qarab hayratlanib, "Ya Alloh, shuni meni azobxona qilding, shuni hamma yer ishlaydimi? Shuni hamma yerga odamlar azoblangan kiradimi?" degan kiradi endi. Ishonmaganda Xudo taolo qasam ichib, albatta sen bo'ldim, to'ydim deguninggacha odam tashlayman degan ekan. Yana bir oyat karima bor. Shu oyat karimada Alloh subhanahu va taolo do'zaxi jannat xalqi bo'lgandan keyin do'zax aytadi: "Halim talati, to'ydingmi? Bo'ldimi?" desa, "Halmi mazid" derkan, do'zax yana bormi derkan. Shunda Alloh subhanahu va taolo yana bu hadis qudsi do'zaxni og'ziga tepalab, "O'chir uningni, yetadi, haddingni oshma" derkan. Shunga kim kirish kerak? Jinlar kiradi, insonlar kiradi. Nima sababdan kiradi? Dinni buzganligi, dinga yurmaganligi, e'tiqodni buzganligi sababli. 14-oyat karim: "Fazuqu bima nasitum liqa'a yawmikum haza." Mana shu kunni, ya'ni qiyomat kunida Alloh subhanahu va taologa ro'bara bo'lishingizni esingizdan chiqarib beparvo bo'lganligingiz uchun mana shu azobni tatinglar. Inna nasinakum, biz ham sizlarni esdan chiqardik. Rahmat qilishni esdan chiqardik. Sizlarga hidoyat berishni biz ham esdan chiqardik. Ataylab biz ham beparvo qo'ydik sizlarni. Wazuqu azabal khuld bima kuntum ta'malun. Qilgan amallari sabab abadal abad bo'ladigan azobni tating deyiladi. Shuni yaxshilab o'qinglar akalar. Ko'ringan odamni gapini gap qilib, ko'ringanni ishi to'g'ri, falon yerda o'qigan ekan deb suyanib ketavermang. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassallam siz va bizga bu dunyoning omonatligini, biz bu dunyoga ibodat uchun kelganligimizni, shu xotirjam xohlagan e'tiqodimizni ibodat qilishimizga berilgan sharoitni, ne'matni, erkinlikni qadriga yetishimiz kerak akalar. Oson mehnat bilan kelganmiz. Xudoga shukr deylar akalar. Hajga borish uchun odamlar bir vaqtlarda o'chirga turgan. Meni dadam rahmat 80-yil hajga borgan. Amagim 72-yilda hajga borgan. Dadam hajga borgan SSR degan davlatda odam bor. 24 kishi hajga borganmiz deydi. Moskvadan, Domodedovodan 24 kishi bugungi kundagi Suriyani Shomga, Damashqqa uchganmiz deydi. Bitta samolyotda 24 ta odam. 24 ta odamni 7 tasi KGB deyapti. Birimizdan cho'chimiz gaplashgan deydi. Bitta respublikaga bitta odam to'g'ri keladi. Tushundingizmi?
Ba'zi davlatlarda chegara qo'ygan. Moyoshdan moyoshgachasi boradi deb. Bir marta borgan qaytib bormaydi deyapti. Bizda necha marta borganlar bor? Qanchadan qancha ko'p boryapmiz, takror. Ne'matmi, ne'mat emasmi akalar? Oddiy shuni bir haj umrani oladigan bo'lsak. Shuni eshigini kim bekitadi? O'sha yerga borib ibodat qilmasdan bowling o'ynaydigan, vitaminga borib, marojni yeydigan, umrani bir marta qiladi deb kechgacha holda telefon o'ynaydigan ahmoqlar shu ne'mat biz qo'limizdan oladi. Kecha karantin bahona bora olmading. Voy endi borsam o'qilaman, bu qilaman, yana shunday ishtonsiz kelyapsan-ku. Qatar bormayapsan ibodat. Payg'ambarimiz alayhisalom aytgan ekanlar. Bu o'zi bir jumali hadis bu. Men yengil o'taman shu hadisni hozir. Sayati zamanu ala ummati. Ummatimga bir davr, bir zamon keladi tez kunda. Yuhibbuna khamsan va yansawna khamsan. 5 ta narsani yaxshi ko'rib, 5 ta narsani esdan chiqaradi. Yuhibbuna ad-dunya va yansawna al-uqba. Bu ummatim o'sha davr kelganda dunyoni sevib qoladi. O'y fikri dunyo bo'lib qoladi. Topsam, kiysam, qursam, minsam, pul deydigan davrga keladi. Keldik shu davrga. Va yansawna uqba, oxirat esdan chiqaradi shu vaqtda. Oxirat to'g'ri hech kim g'ami yo'q. Hammaning ishi biznes. Nima qilasiz? Bir yerga o'qisam, keyin ishlasam, nima qilasiz? Uy qursam, boshini minsam, o'qisam, maishat qilib yashasam. Oxirat ishi yo'q. Hadasi tirikchilik qilyapman. O'likchilikni qachon qilasan? Go'rni qachon o'ylaysan? Biz bo'lmasa bog'larga qoladi, nevarlarga qoladi deb chek olayotgan, boq qilayotgan. O'zingni go'ringni qildingmi? Oxiratingga bir boq qildingmi? Yo'q. Va yuhibbuna ad-duwar va yansawna al-qubur. Uylarini, hovlalarini suyadi. Qavat imoratlar quradi. O'zi ikkita odam. Ya bitta odam 2 etaj uyni so'ragan. Nechtasida yashayapsan? 2 soatlik uy yetadi. 6 soatni yana qo'shib oldi, 8 ni 12 ni qo'shib qo'yaradi. Shuni aylantirib imorat so'ragan, o'zi ko'chada yuradi. Kechgacha ko'chada yursang o'zing. 12 da borib yotsang, bomdozgi soat 5 da kelsang, bu uying nimasini ko'rding? Qorong'ida nimasini ko'rding bu hashamatli uyingni? Qayerda yotding? Topgani devorga chopilayotgan. Mana moda bo'pti, mana eski qolibdi, moromni almashtirdim, eshikni mana qildim, kraskasini mana qildim, suvog'ini mana qildim, kapini almashtirdim, hammom qildim, o'qidim deydi. O'zi hammom tushasanmi? Sasi bilan yuribsan, yaqin chiqib. Qabr esdan chiqadi. Go'rni g'amini hech kim yemaydi. Oborda aytib berdi. O rahmatli hoji akam o'tib ketdi. O'sha paytlarda qaydan kelganda bir urib bo'lib osh yerdik. Shu katta odam poyma-poy gap gapiryapti. Bilasizlar, meni unaqa oyab o'tirmayman, dedim. Yoshingizga qarab, soqolingizga qarab gap gapirsangiz, bir o'limdan ham gapirasizmi, bir go'ringiz ham bir o'ylansam, hoji, o'ylayapman o'yirimni. Mana go'rga pul berib qo'ydim. Arig'ni bo'yidan, tolla tagidan joy qildirib qo'ydim, salqin joydan. Og'am ishni qarab qo'ydi. Hojaga dedim, o suvni bo'yidanmi, o tolla tagida salqinni olasizmi, ichiga olib kirganda nima ish bo'lishini bilasizmi? Gap ichida o salqin joydan suvni bo'yidan olishdan emas gap. Gap ichida. Buni tayyorgaring qarab qo'ying. Va yuhibbuna al-mala va yansawna al-hisab. Molni yaxshi ko'radi davr kelganda. Ammo hisobni esdan chiqarib qo'yadi. Bunga qayerdan hisob javob berasiz? Halol bo'lsa-yu, hisob kitob bo'ladi. Qayerdan topding? Halol topsan, xo'p. Qayerga sarf qilding? Halolga sarf qilding, gunohga sarf qilding, hisobi bor. Haromdan bo'lsa uni hisobi yo'q. To'g'ri, do'zaxga ketadi. Un bilan ishi yo'q. Tashlab turadigan pulni ko'payganiga xursand. Foydasi yo'q. Shu tashada puli 10, 20, 30, 50, 60 million. Ishlatmaydi. Ber birovga, joni chiqib ketadi. Shu tashda turadigan pulni topish uchun qancha vaqting ketdi? Qancha gunohga botding?
Nechta odam haqqini yeding? Nechta odamni so'kding? Nechta odamdan qarg'ish olding? O'ylading buni? Xudo ertaga hisobot olsa nima deb javob berasan? Bilasanmi? Kechagi juma 1 minutda 20 marta nima uchun nima deb nafas olding? Nima deb nafas chiqarding degan 1 minutda 40 ta savol borligini o'tdik kechagi juma. Bu yerga nima deb javob beramiz? Esdan chiqadi hisob. Va yuhibbuna al-ayal va yansawna al-hur. Xotinni yaxshi ko'radi. Xotinboz. Shiorlari payg'ambarimiz alayhisalom ko'p xotin olgan ekanlar. Xudoyam 4 ta xotin ruxsat bergan ekan. To'g'ri. Biz inkor qilmaymiz, lekin Rasulullohning olgan xotinlari shariat ruxsat bergan xotin senga o'xshagan jalabbozni, xotinbozni niqobga kirgizadigan hukm emasda u. U samimiy xotinda u. Yo'qmasa qo'yib yuboradigan, qochib ketadigan, yana bittasiga ilashib olib alposlik qiladigan kiyoli emasda u. Kelyapti-yu xotinlarni shikoyat qilib menga. Uyga beraman dedi, 5 yildan beri qochib yuribdi. Qiziga ham qaramayapti deb. Kelyapti-yu, boshqaniga kirib ketdi deb. Payg'ambarimiz alayhisalom boshqaniga kirib ketgan emas. Hammasi birdek qaragan. Qaramaysanmi? Chog'lab olmaysanmi? Payg'ambarimiz alayhisalom biror bir xotinni taloq qilgan emas. Sen nimaga taloq qilyapsan? Bu xotin olish erkakning ishi. O'shini olayotganda bo'yningga shuni nafaqasini, shuni hidoyatini, oxiratini obod bo'lishini zimmangga olib turib uylangan o'g'il bo'lasan. Nima qilding sen? Arzimagan narsani bahona qilib bitta bo'yangan ajinani orqasiga tushib olding. Qayeri sunnat? Va yansawna al-hur. Alloh taolo va'da qilgan jannati hurlar esidan chiqadi. Oddiy bir elementar narsa. Shu masjiddagi bitta axlatni olsang, jannati hurlarga mahr bo'ladi desa, o'tirib shu bitta o'zidan tushgan bitta axlatni olishga yaramaydi. O'tirgan joyida o'tirgan tushgan qil bir narsani tozalab, o'zim sajda qilaman, shu o'zim o'tiraman deb ashara olgani bo'yni yor bermaydi. Ammo barolardan qolgan necha marta erga tegib chiqqan manjalaqini olish uchun ashuncha pul sarf qiladi o'g'il bola. Koshki u vafo qilsa ekan. Bittasi xotini olibdi. Xotini arazlab keldi. Arazlab kelganda u o'g'il bola osmon palada yurib yarashmayman deb. Yarashdi. Ikkinchi xotin menga xiyonat qildi dermish. Ha, o normal xotinma senga teganmidi 4 ta bola tepasiga. O senga o'xshagan nechtasini suvga olib ishirmay kelgan xotin, opitni xotin-ku u. Va yuhibbuna an-nafsa va yansawna Alloh. O'zini yaxshi ko'radi. O'ziga oro beradi. O'zini oyaydi, shambollab qolmay, moni yesam, davladan ko'rdim, mo'za saqrim tushib ketadi. Ma'da o'tirsam, ventilyatordan qoch, u yoqdan qoch, uni yema, buni kiyma, u yoqqa borma, bu yoqqa borma, kurortga bor, ukollol, mana bunday qilib, ona qilib, o'zini joniga oro beradi-yu, yaratgan Parvardigor bilan ishi bo'lmay qoladi. Xudo nima bilan rozi bo'ladi, Xudo nima bilan qahrlanadi degan narsani hech ham esiga olmaydigan bo'lib qoladi. Hum minni bura'u. Ular dedilar payg'ambarimiz alayhisalom mendan bezor. Va ana minhum bari'un. Men ham ulardan bezorman. Bunaqa ummat menga kerak emas deyaptilar. Kerakmi shu gap sizga bizga kelar? O'zimizga o'zimiz bir tarozi qo'yaylik. Qani aytingchi, mana shu hadis menga hech ham tushmaydi deydigan odam bormi? Hech tushmadi deganda shu 5 ta narsani 2 tasi bizda bor. Oxirat esdan chiqarish, molni ko'tadan yurish. Shunisi bor bizda. Hech bo'lmadi endi. Xotin bosman dermasiz, bo'pti, xotin bosmasin. Uyingizga bino qo'yish bormi, yo'qmi? Go'r esdan chiqarish bormi, yo'qmi? Hammamiz aytaylik. Qani endi akalar, bir inson qilaylikchi. Xudoyim bizga shu narsalarni ne'mat qilib berdi.
shu berilgan ne'matlarni qadriga yetmasdan o'sha 5 ta narsani esdan chiqarib 5 tani orqasini yuraveradigan bo'lsak, o'sha Xudoy taolo ko'ngil qo'ygan xotinni bevafo qilib qo'ysa-chi, uyingizga o't ketsa-chi, suv bossa-chi, yer qimirlasa-chi, moli dunyoz o'g'irib ketsa-chi, yoki haligi bizni bema'nilar ko'p, u qorong'ida maska kiyib kirib duplab turib chiqib ketadi yo'lda. Talon-taroj qildirib yuborsa-chi Xudoyim. Yoki shantajchilar bor. Yolg'ondan bitta videoni olib, bo'yniga ona aytaman, sharmanda qilaman desa, gupa-gup olib borib to'plagan pulingizni bersangiz-chi. Qani kim sizga asqatadi? Dodingizni kimga aytasiz? Yana Xudoga qaytasiz. Yig'lab zovlanib Xudoga murojaat qilasiz. Xudoga yig'lab zovlanib murojaat qilarkansiz, oldindan Xudo bilan muomala chiqarliqmingsizmi? Xudo aytgan ish qilmingsizmi? Bir hadis bor. Sen deydi Alloh taolo, meni muhofaza qilsang, ya'ni men aytgan buyruqlarni bajarib, men aytgan tiyil degan qaytariqlarimga mahkam turib ilojim boricha shu gunohlarni qilmasang, men seni muhofaza qilaman balo-ofatdan deydi. Shartni ko'ryapsizmi? Agar bandam sen menga bir marta yo Robbiy desang, men sen 2 marta ya bandam deb 2 marta aytaman, labbay bandam deyman deydi. Agar sen men tomonga bir qarich yursang, men sen tomonga bir qarich yuraman deydi. Agar sen men tomonga kattaroq qadam tashlab yurib kelsang deydi, men sen tomonga yuguraman bandam deydi. Qani men tomonga keching bandam deyapti. Biz qayerga boramiz? Payg'ambarimiz alayhisalom aytdilar. Jannatga kiraman deganki odam jannatga kiradi. Sahobalar hayron bo'lib, jannatga kirmaydigan ham bormi ya Rasululloh deyishganda, albatta dedilar. Jannatga kirishlikka sabab bo'lgan amallarni qilmasdan, do'zaxga tushishga sabab bo'lgan amallarni qilgan odam jannatga kirmayman deganda dedilar. Yana aytdilar Payg'ambarimiz alayhisalom, men o'tga chiroqqa kelgan parvonani qanoti kuymasin deb haydagan sari o'sha parvona o'tga kelib, cho'qqa kelib, og'ir qanoti kuyib tushgan odamlarga o'xshataman sizlarni. Men bezib, ey ummatim do'zaxga tushmang deb qaytargan sarim, siz do'zaxga tushishni ishga yaqinlashyapsiz deb sahobalarning davrida gapirganlar. Endi bugungi kunda u gap oddiylar, luboy odam gapirsa bo'ladigan gap ekan. Shuni qilmay gunoh bo'ladi degan saringiz, ha endi qanday yashayman deydi. Voy g'iybat qilma desa, nimani gapiraman deydi. Nomahramga qaramasa qanday yuraman deydi. To'g'rimi? Shu bir gapni eshitmagan desangiz, nimani eshitaman unda deydi. Hayot moslashib ketgan. Buni gunoh deb hech kim tasavvur sig'dirmaydi. Gunoh desiz, qo'ysangiz hamma yo'q gunoh bo'lsa, undan yashash hojat qolmadi, iloj qolmadi yashashga deydi. Birinchi savolni qanchalik botgan ekanmiz? Allaqachon yer yutib ko'radigan odamlarmiz biz. Yana ham Xudoyim kechirib, yana ham ne'matini berib turibdi. Shukr ham qilaylik akalar. Hasrat holdan olmasdan. Tavba ham deylik, ber deb olmasdan, berganiga shukrona ham qilaylik. Hadi ber deb qo'l ocha olmasdan. Berganini qilaylik. Gapiradi, soqolni patayda qilib. Sahobalar yarasa bo'ldi. Mashaqqa amal qilay deb ko'p o'qimagan ekan deb o'qimaslikka eshik ochyapti. Ha bo'p, sen aytgan gap ham bo'lsin. Bo'ldi Xudo dunyo bermay turib, oshcha xotin bermay turib, mo borini hazm qilib olay dermikinsan? O'ylavroq gap gapir. O'ylavroq qadam qo'y. Kun tong otdimi? Bil. O'limgani bir kun yaqin keldi. Soch soqoling oq kirdimi? Elchilar keldi. Oyog'ingdan, belingdan quvvat ketdimi? Elchilar keldi. Peshanangga tirish tushdimi? Elchilar keldi. Quloq bittasida eshitmayaptimi? Elchiga bo'ldi. Qo'llaring qaltirayaptimi? Elchiga bo'ldi. Uyqu qochdimi? Elchiga bo'ldi. Ishtahang bor, yeyolmayapsanmi? Ke bo'ldi elchi. Hamma tomondan senga o'limmi, sharpasi, hujumi boshlarini butgan. Kilkillagan qarimaydan tiling bor xolos. Qo'ya hamma yoq qarib bitdi. Va til kasobat qarimayapti. Shu tilam bir qarisa edi. Gapirsa og'rib qolsa edi shu tilam.
Bu til kasofat hech qarimas ekanda. Ko'ngil kelasa doim yoshman derganda. Akalar insofga kelaylik. Xudo hammamizga insof bersin. Har safar aytaman akalar. O kirib kelgan beg'amlar, mana xatmi Qur'onlarni shu odamlar o'qiganlar uyda duo qilishni biladi. Shuni masjiddagi odamlar bilalashib, o'zlari ota-onalari ham bizdan hadya bo'lsin deb sizni bizga shu xatmi Qur'onlarni bergandan keyin likitib o'rnidan turib olmasdan qurib qo'ygan odamga o'xshab chiqib ketadi. Jicha turibdir. Shu xatmi Qur'on duosini qilib, ota-onangga, o'tgan ummatga bag'ishlagin. Baxil. Qochma. Turma o'rningda, o'tiribda duo tugamagungacha. Likanglama. Xotin urush qolar ekan. Xotin nega eriga o'shqirib, sen baxilsan der ekan. Aytar ekanki, agar men baxil bo'lsam, sen taloqsan der ekan. Eshitgansizlar buni? Endi taloq tushmanda qoziga borar ekan. Qozi erdan masalani eshitib, xotindan masalani eshitib, yonida turgan yordamchilariga mana odam bilan falon joyga borib ketar ekan. O odam bilan joyga borar ekan, u nimaga yuborilganini o'zlari ham bilmas ekan, borar ekan, qaytar ekan. Keyin qozi o'tiribdi, nima bo'ldi yo'lda der ekan. Bordik, keldik. Bu odam nima qildi ketayotganda? Endi o'tib ketayotdi, qabristonni oldi, duo qildi. Qaytib kelyapti, yana duo qildi, qabristondan o'tib kelyapti. Deganda qozi o'tiribdi, taloq tushmadi der ekan. Nima uchun taloq tushmadi? Aytdikin, xotin sen baxilsan desa, agar men baxil bo'lsam taloqsan dedi. Bu baxilmasligini hal qilish kerak edi. Shuning uchun qozi o'sha qabriston bor tomonga jo'natgan. Agar bu duo qilmaganda edi, baxil bo'lib xotiniga taloq tushgan bo'lardi. Bu duo qilgan uchun bu baxil emas. Olamdan o'tganlardan duosini ayamaydi. Olamdan o'tganlar ruhi shod bo'lsin deb duo qilayotgan odam saxiy bo'ladi. Xotiniga taloq tushgan emas degan ekan. Tushunarli bo'ldimi? Baxillar. Amin deyishga ham yaramaysan sen baxillar. Likanglab jo'naysan. Sen bashtadan chiqmasang, onaga tulanib turgan shallaqi Ayuhanna solib pul bering, tirishlik hoji bobo taqlar Xudo yo'liga deb Ayuhannani solmaydi. Qur'onga quloq soladi. Sen turganda u ham Qur'onga quloq solmayapti. Qur'onga quloq solmaslik, yaratganning gapiga quloq solmaslik. Yaratganning gapiga quloq solmaslik, yaratgandan yuz o'girish. Yaratganning yuz o'girish oqibatni yaxshi bo'lmaydi bilasan, kofirlikka olib boradi. Kerakmi senga shu gap? Necha marta aytdim senlarga? Nima ketdi? Qancha vaqt ketadi? U jumadan bu jumaga kelasan. Nima uchun kelding? O'tirmaysan oxirgi duoni qilib, salovat aytamiz. Ko'pchilik qilgan duosi albatta ijobat. Ja o'zing do'ndirib yormaysan-ku. Yo salabsan. Salab bo'lsang chiqib ketaver. Salablar ixtido ham qilmagin menga. Boshlanib o'qiydiganlar ixtido qilma menga. Men senga o'xshagan boshlanib o'qiydigan beodoblarga dinni buzadigan salablarning imom emasman. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan qolgan sunnat duo bor. Vaj'alna imamal muttaqin. Bizni taqvodor bandalarga imom rahbar qilgin degan. Men taqvodor, Xudodan qo'rqadigan, ixlosli odamlarni imom bo'lishni xohlayman. Dinbuzar, baxillarga imom bo'lishni xohlamayman. Seni men imomimiz demagan. Sendagi imom emasman men. Faqat Xudodan qo'rqaman. Hozir men ixtido qilma, ixtidoyini qabul qilmayman desam, sen qayga borib juma o'qiysan? Shu jumadan qolib ketib gunohkor bo'lishingga sabab bo'lishdan qo'rqqanimdan tilim tiyaman. Tushunyapsanmi? Bo'lmasa allaqachon aytaman. Sen men ixtido qilma boshlaninglar. Senga imom emasman men deyman. Seni namozingga men qiyomatda kapilligini olmayman deyman. O'zimni kilkillab turgan jonim bor. O'zim namozim to'g'ri bo'lmaydimi? Orqamda har xil e'tiqodli, har xil holatdagi odamlarga ertaga men qiyomat nima deb javob beraman? Zararmi senga men boshqa taraf? Sen kimsan menga? O'zingga o'zing g'am yemasang. O'zing uchun o'zing jon kuydirmasang. Insofga ko'zing katta och. Yurtimizga baloni olib kelmagan. Qalasi qatanqa shayxlaring domla demagin. Domla emas, hech kim bo'lsa. Faqat din buzishdan boshqa narsa yaramaydi. Fitnachilar ular.